O'zingiz chetdasiz, lekin Samarqanddan uy olmoqchisiz. Novostroyka bo'lsin, yangi bo'lsin, lekin kimga murojaat qilishni bilmayapsiz. Mana sizga imkoniyat. Novostroyka Saodat restorani to'g'risida, karavanning orqasida joylashgan 7 qavatli binoyimizning 3-qavatda joylashgan Yevroremont xonamiz. Bu obzor siz uchun. Operator, mana shu eshikdan kiraverishda kattagina mana shu yerga pirxoshka bo'ladi. Mana shu o'ng qo'limizda garderob zonasi bo'ladi, shkafchalari bilan mana shu dahshat qilingan. Ana endi bu xonamiz 3 xona bo'lib 87 kvadratni tashkil etadi. Narxini esa oxirida aytamiz. Operator, mana shu zaldan boshlaymiz. Zalni vasha gap bo'lishi mumkin emas. Did bilan qilgan, mexki mebellari, televizorlari, katta televizor qo'ygan, lustra vasha luxury eng zo'rini qo'yganlar, trezasi bor. Bu katta xonamiz, bu gastivoy deydi, mehmonlarni ya'ni kutib oladigan xonamiz. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani ko'ramiz, operator. Kattalar uchun yotoqxona. Eshiklari juda ham ko'p, o'zim chalg'ib ketdim. Kattalar uchun yotoqxona gap bo'lishi mumkin emas. Do'xpanli divan, termozona qilgan akamiz bu yerga, kattagina panorama oynasi bor. Mana shu yerni o'zida bittasi ayollar uchun, bittasi erkaklar uchun shkof ham qilib qo'yganlar. Yana o'zini televizori ham bor. Ana endi operator, bu katta xona spalnimizni yana bitta fishkasi, o'zini ichidan dushavoy zonasi bor, unitaz, rakvenni oynasi ham bor, sensorli bo'ladi. Ana endi bu kattalar uchun yotoqxona. Ana endi bolalarimiz uchun yotoqxonani ko'rsatamiz, operator. Bolalar uchun yotoqxona. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Faqat videoni ko'rasizlar, o'tkazib yuborasizlar. Bitta like-chani mana shu yerga bosib qo'ying, akajon. Operator, bolalarimiz uchun yotoqxona, divanchasi qo'yilgan, moishi aboy, high-tech aboyni va shu zo'risini qilgan, televizori bor, lustra, parda, glam hammasi cho'tka qilingan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxniga kiramiz, operator. Kuxni hamma mebel jihozlari taxt qilingan. Mana shu xolodilnik, gaz komfortka, vitishka sensorni, mana shu stralniy mashina, mana shu rakvenni, bu tarafda duxkontrolli katyol ham счетчиклari bilan hammasi tayyor qilingan. Bu yerga o'tirib, shu yerga zavtrak obed ujin qiladigan joy ham qilib qo'ygan. Bu trezasi. Ana endi общий sanuzelimiz ham bor, operator. Kattalar uchun yotoqxonada alohida o'zini sanuzeli bor. Va mana shu eshikdan kirganda chap qo'limizda alohida mehmonlar uchun sanuzel ham bor. Kafelni eng zo'rini qilgan, 60 ga 120 lik Hindistonniki eng zo'ri, dahshat. Vanna, rakvenli, unitaz hammasi did bilan qilingan. Bu xonamiz Zolotoy etaj